Odamzod, qachon o'zinglarni nimadirlar o'ylab topasizlar? Birov qilgan tahoratga namoz o'qish qanchalar to'g'ri? Yana xuddi shunaqa qilib xayoliga dur zakazlab berib olib, o'sha narsani sotish, ichidagi u narsa sizlarni kачествоga to'g'ri kelmaydi-ku. Mana qaranglar, Zangmini xuddi dizayni olingan, ozgina bo'lsa ham o'zgartirish kiritinglar, o'zinglarning brendinglarni yaratinglar. Birovlar buni ustida qancha ter to'kadi, qancha daromad pul tikadi, chet elga borib bu narsani patent qiladi, chet elga borib bu narsani brendlaydi-da, bu tiylar o'lib tirilib reklama qiladi. Qat'iy bir odamlar, tushunmagan odamlar обязательно oladi. Qaranglar, tegidagi yozig'iga qaranglar. Zangmini tegidagi zangi mi degan yozig'ligini oladi. Implefunchiliki degani emas. Bilmayman bu original nima balo, lekin bu Zangmi emas. Keyin olasizlar-da Zangmi tufti ekan desa, sizlar aslida anni olgan bo'lasizlar. Yozuvga qarang.